Respublika bolalar ortopediya markazida qo'llanilayotgan innovatsion muolaja usullari kichik yoshli bemorlarning tayanch harakat tizimidagi murakkab kasalliklarni tez va samarali davolash imkonini bermoqda. Natijada malakali ixtisoslashgan tibbiy xizmat tufayli yiliga minglab bemor o'g'il-qizlar sog'lom hayotga qaytyapti. Zamonaviy qabul bo'limi, bu yerda elektron axborot tizimi ishlab turibdi. Shinam kutish zali bemorlar xizmatida. Hech bir murojaatchi navbat talashib, asabiylashmaydi. Barcha jarayon raqamlashtirilgan. Muassasa ortopedik kasalliklarni erta aniqlashda qo'llaniladigan zamonaviy tibbiy uskunlar bilan jihozlangan. Jumladan raqamli rentgen apparati, ultratovush qurilmasi va multispiral kompyuter tomograf yordamida kuniga 100 dan ortiq bemorlar tekshiruvdan o'tkaziladi. Bu yerda bolalarda ko'p uchraydigan yassi oyoqlikni erta bosqichda aniqlash uchun kompyuterli podometrdan foydalanilib, har yili 1000 dan ortiq bola tekshiriladi va davo choralari ko'riladi. Operatsiya xonalari yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari uchun moslashtirilgan. Bu yerda har kuni 10-12 nafar bemorda amaliyotlar o'tkaziladi. E'tiborlisi, yil sayin murakkab operatsiyalar soni ortib bormoqda. Respublika bolalar ortopediya markazida 1 yil davomida 30 mingta bolajonlar bizda ambulator yordam olib ketishadi. Undan tashqari 5 mingdan ortig'i statsionar yotib davolanadi va 2,5 mingdan ortiq yuqori texnologik operatsiyalar amalga oshirilib kelinmoqda. Bizni mutaxassislarimiz Rossiya Federatsiyasi, Turkiya davlatlarida, Shvetsariyada, Koreya va Xitoy davlatlarida malakalarini oshirib kelmoqda. Markazda chanoqson bo'limi tug'ma va orttirilgan patologiyalar ham ilg'or usullarda muolaja qilinmoqda. Xususan bolalarda son suyagi tug'ma chiqishi erta aniqlanib, funksional davolanmoqda. 2 yoshdan katta bemorlarda esa yuqori texnologiyali rekonstruktiv tiklash jarrohlik amaliyotlari o'tkazilyapti. Bemorimiz 9 yoshda operativ davolangan. Chap son suyagi tug'ma chiqishi bularda yurgandan keyin aniqlangan. Bundan 1 yil oldin bola operativ muolajaga tayyorlanib, son suyagi ochiq usulda korreksiyalovchi osteotomiya qilib bo'g'imga solindi va bo'g'im tomi pembeton usulda plastika qilindi. Ushbu operativ muolajasi o'tkazildi. Son suyagi proksimal qismi va distal qismlari G-simon fiksatorlar bilan va spitsalar yordamida mahkamlandi. Bolada operatsiyadan keyin 6 oy o'tgandan keyin metal moslamalar olindi. Ushbu operatsiyadan so'ng Asilbek ota-onasining ko'zlarini quvontirib, ravon yura boshladi. Markazga Qoraqalpog'istondan davolanish uchun kelgan 12 yoshli bemor ham muvaffaqiyatli operatsiya qilindi. Qizimning bir oyog'i kichkina siltib basib ketdi. Kecha operatsiya qildi. Satdi o'tdi. Doktorlarga minnatdorchiligim kuchdi. Muassasada umurtqa pog'onasi, tug'ma skolioz kasalliklari ham davolanadi. Bunda uzoq muddatli korreksiyalovchi korset terapiyasi usuli o'z samarasini bermoqda. Misol uchun hozirda 14 yosh bo'lgan bemor ushbu korsetni 2 yil davomida to'g'ri taqib yurgani sababli umurtqa pog'onasi ancha tiklandi. Zarur hollarda esa jarrohlik amaliyotlari ham o'tkaziladi. Markazimizga respublikamiz turli hududlardan va qo'shni davlatlardan umurtqa pog'onasida kasalligi bo'lgan bemorlar murojaat qiladi. O'tgan yil davomida 1000 ga yaqin bemor davolanib ketgan bo'lsa, shulardan 320 tasi skolioz kasalligi bilan, bu 320 ta bemorimizdan 60 tasida rekonstruktiv operatsiyalar o'tkazilgan. 3-4 darajali skolioz kasalliklarida transpedikulyar sistemalar o'rnatish orqali jarrohlik amaliyotlari bajaramiz. Rossiya Federatsiyasining yetakchi klinikalarida hozirgi kungacha malaka oshirib kelyapmiz va shu jarrohlik amaliyotlarini respublikamizda, markazimizda yo'lga qo'ydik. Bu yerda osteogenez xastaligi bilan davolanayotgan o'g'il-qizlarni billur bolalar deb ham atashadi. Bu suyaklarning tez-tez sinishi bilan namoyon bo'ladigan kamyob tug'ma genetik kasallik. Hozirgi kunda orfan turiga kiruvchi kasalliklar toifasidan nomukammal osteogenez kasalligini biz respublika miqyosida birinchilardan bo'lib davolashni yo'lga qo'ydik. Bugungi kunda reyestrimiz bo'yicha 120 dan ortiq bemor ro'yxatga olingan. Shulardan 98 bemorda 120 dan ortiq operatsiya bajarildi. Ushbu bemorimiz Charx Selim 5 yoshda. Bularda ikkala sonida avval o'ng va chap sonlarida ushbu amaliyot bajarildi. Bugungi kunda bemorimiz ahvoli qoniqarli.
Ushbu operatsiyaning noyobligi bola ulg'ayishi bilan unga qo'yilgan shtif ham birga o'sib boradi va suyak mustahkamligini ta'minlaydi. Aytish lozimki, ixtisoslashgan tibbiyotni aholiga yanada yaqinlashtirish maqsadida hududlardagi viloyat ko'p tarmoqli bolalar shifoxonalarida markaz xodimlari tomonidan qator operatsiyalar amalga oshirilyapti. Shuningdek, muassasada xorijlik shifokorlar bilan hamkorlikda ko'plab murakkab jarrohlik amaliyotlari bajarilmoqda. Markazda tibbiy turizmni rivojlantirish masalasi ham alohida e'tiborda. Joriy yilning o'tgan davrida 100 nafarga yaqin chet ellik fuqaroga tibbiy xizmat ko'rsatildi. Muassasa hududida 5 qavatli yangi bino qurilishi yakunlanib, zamonaviy uskunalar bilan jihozlanmoqda. Bu yerda barcha qulayliklarga ega yangi qabul diagnostika va konsultativ poliklinika bo'limi, travmpunkt, 40 o'rinli klinik bo'lim va zamonaviy operatsiya reanimatsiya blogi faoliyati yo'lga qo'yiladi.